Okalar, 109.500 dollarga mana shu kottejni ko'rsataman. 108 sotuga joylashgan. Lokatsiyasi Yunusobod G'ayratiy mahallasi bo'ladi. Aniq mo'ljalimiz shunda 17-bansi bo'ldi. Okalar, ko'rasizlar, bu daraxonamiz bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Hovlisi ham kattagina. Bitta minusi mana shu fasadni ko'rasizlarmi? Ozgina marafet qorish kerak, ko'chgan joylari bor. Atak idealniy holatda turibdi. Toza pishgan g'ishtdan qurilgan, okalar. Yashil zonasi bor, archalarni ekorsangiz yana ham fayzli bo'ladi. Mana shu biralari yonar ekan, simi uzilgan ekan, simni ulag'orish kerak edi deb egalari endi ulgurmagan ekan. Atak hamma biralari yonadi, okalar. Podvoli ham bor. Kelinglar, asosiy binoga kiramiz. Obzor qilib beraman, okalar, bitta qaranglar. Uzun koridor. Ko'rasizlarmi? Ikkinchi qavatga chiqadigan zinapoyamizda joylashgan 109.500 dollarga mini kottej. Podvolga tushadigan joyimiz bo'pti. Remontlari bilan tayyor holatda. Bu tarafimizda oshxona bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Oshxona jihozlari bor. Bu tarafda sanuzolimiz bo'ladi. Lampochkasi kuyib qolibdi. Minbar uzr. Bu tarafda birinchi qavatimizning mehmonxonasi katta razmerda, tashqariga qaragan forchkasi bor, havo aylanishi uchun. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqamiz. Tayyor holatda shundoq kirasizlar, yashaysizlar. Panoramli derazalarni qilib qo'yishgan, chiroyli qilib. Mana radiatorlarigacha bor. Ikkinchi qavatga chiqib kelganimizda koridor, mana katta derazalari bor, katta lyustra, uzun koridor. Bu tarafimizda bitta xonamiz, buni detskiy xona qilib olsanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatimizning sanuzoli, xuddi pastki sanuzol bilan razmeri bir xil holatda. Ikkinchi qavatimizda radiatorli spalni, tashqariga qaragan derazasi bor, havo aylanishiga kattagina radiator ham joylashgan. Ana endi podvolimizni ko'rib chiqamiz. Podvolda ham sharoitlar qilib qo'yilgan, dukontrnikachi yo'q shunaqa narsalar bor. Adashmasam cho'pli pol ham bor. Mana asosiy ishidan kirib, shunda podvolga tushganimizda yana bitta kamchiligi mana. Abo'ylar ozgina ko'chib ketgan, ko'rasizlar. Dukontrnikachi yo'li mana shu yerda joylashgan. Menimcha shuni hisobiga mana bittaga abo'ylar ko'chib ketgan. Buni joyini almashtirib olsa bo'ladi. Yoki shu holatda qoldirib olsa ham bo'ladi. Qaranglar, mana podvolimizda ikkita xona bor. Ko'rasizlar. Bu yerda ham chiroyli qilib qo'yishgan, abo'ylar bilan, cho'pli pollari bilan. Bu tarafimizda kladovka xona bor-da, zinani tegi. Unumli foydalanish, gap bo'lishi mumkin emas. Cho'pli pol kollektori ham bitta joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ikkinchi xonamiz bo'ladi. Okalar, 108 sotuga tushgan kottejimizni ko'rdinglar. Yunusobod G'ayratiy mahallasida joylashgan, Shahristanskiy metrogacha adashmasam 2 ostanovka oralig'ida joylashgan. Aniq mo'ljalimiz 17-banisi bo'ldi. Kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Sentralniy kanalizatsiya, gaz, suv, svetdan ham muammo yo'q. 109.500 dollarga baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman. Telefon ko'rasizlar.